Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun 5-oktyabr 2025-yil Samir Energy Group tomonidan yana bitta yangi obyektimiz, loyihamiz tugallandi. Agar siz elektr uzilishlaridan charchagan bo'lsangiz, uyingizda, ya'ni xonadoningizda elektr energiyasi uzluksiz va barqaror bo'lishligini istasangiz, ushbu videomiz siz uchun bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, bizning bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Narpay tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Mustafayev Norqul aka xonadonidamiz. Bu yerga 20 kW quvvatdagi CTV quyosh stansiyasi qurildi va 10 kW quvvatdagi gibridli quyosh stansiyasi qurildi. Bu yerga 56 ta Jinko 2 tomonlama 620 wattlik quyosh panellarimiz o'rnatildi va bitta 10 kW 3 fazali Dia gibrid inverter o'rnatildi va bitta CTV on grid 20 kW Dia inverteri 3 fazali inverter o'rnatildi. Hozir sizlarga inverterning ishlash holatlari, ya'ni asosiy bugungi videomizning asosi bo'lgan gibrid tizimi haqida to'liq tushuncha berib o'taman azizlar. Uyning ikkita tomiga panellarimiz o'rnatildi. Mana bu, ya'ni uyning oshxona tarafiga panellarimiz o'rnatildi va bu xonadonning tom qismiga ham panellarimiz o'rnatildi. Mana inverterlarning ko'rinish holati. Sizlarga bitta-bitta tushuntirib o'taman. Bu 10 kW Jeza fosfat litium akkumulyator. Bu inverterimiz 10 kW Dia 3 fazali inverter, gibrid inverter. Asosan bugun sizlar bilan mana shu haqida gaplashamiz. Buning foydalari, siz uchun qulaylik taraflari haqida aytib sanab o'taman, ko'rsatib o'taman. Dia himoya tizimi 20 kW CTV inverter, AIS himoya tizimi. Mana hozir akkumulyatorimiz to'liq ishlayapti. Akkumulyatorning quvvati 79% zaryad qilingan va mana hozir akkumulyatordan olib uyga beryapti. Mana 620 wattga yaqin elektr energiyasini beryapti. Davlatdan olgani ham yo'q, bergani ham yo'q. Quyosh mana botgan, soatimiz mana 6:21, 18:21. Hozir davlat toki bor, mana e'tibor beringlar, AIS yongan, ya'ni davlat toki bor. Endi mana hozir davlat tokini o'chirib men sizlarga ko'rsataman. Uyda svet o'chadimi yoki yo'qmi? Mana kuzatib turingizlar. Mana bu yerda AIS himoya tizimi, yana buni o'chirsam inverterlar o'chadi. Mana bu ham hozir qizil yonadi, ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'chirdim, mana qizil yondi. Ya'ni davlat toki yo'qoldi. Bu CTV inverter davlat toki bilan birga sinxron ravishda ishlaydi. U yo'qolsa ishlamaydi bu. Mana o'zi xatolik berdi. Endi mana bu ham berdi. Mana AIS o'chdi. Mana tarmoq yo'qoldi. Shu holatda ham mana uyda hech qanday svet o'chgani yo'q, uzilganligi yo'q. Agar stalbada tok bo'lmasa, quyosh ham bo'lmasa, lekin akkumulyator bor. Akkumulyator bilan yana ertalabgacha chiqib olishi mumkin xonadon. Bemalol chiqib oladi. Ya'ni akkumulyatorning quvvati yetadi. Bir kechadan chiqarishga. Hozir 8 kW ga yaqin elektr energiyasi mana shu yerda turibdi. Agar 1 kW dan 8 soat ishlatsa, 0 ga tushadi. Mana hozir mana 570 watt elektr energiyasini iste'mol qilyapti o'zlari. Men hozir yana yoqib ko'rsataman. Endi davlat tokini yana yoqamiz. Ikki holatda ham o'chganligi yo'q. Hozir AIS yondi. 1 minutlarda hisob kitob qilib qo'shadi inverterimiz. Buni nastroykasini biz qilganmiz, ya'ni kechqurun davlatdan olmaydi, faqat akkumulyator bilan ishlaydi. Ya'ni davlatdan hech qanday elektr energiyasini iste'mol qilmaydi. Kunduz kuni akkumulyatorni zaryadlaydi quyoshdan va uyga beradi. Quyosh botgandan keyin to'liq akkumulyator bilan ishlaydi, ya'ni davlat toki o'zi kerak emas uyga. Mana bu tez himoya tizimimiz. Bu ham to'liq standartga muvofiq qilindi. Bu CTV mana endi yondi AIS, xatolik o'chdi. Mana shu narsa gibrid inverter deyiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting. Agar uyingizda elektr energiyasini o'chmasligini xohlasangiz, uzluksiz barqaror bo'lishligini xohlasangiz, bu inverter va akkumulyatordan o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Buni biz hozir sotishga moslamaganmiz. Sotsak ham bo'ladi. Sotishga, ya'ni davlatga elektr energiyasini sotadigan qilsak ham bo'ladi. Mana hozir o'zi mana stalba yonida aytdim, 1 minutlarda yoqadi dedim.
Agar siz davlatga kunduz kuni elektr energiyasini sotishni xohlasangiz, buni nastroykalarni to'g'rilasa bo'ladi. Hozir biz buni o'chirib qo'yganmiz, faqat quyosh tomib akkumulyatorga uyga beradi. Sotishga esa mana отдельно bitta qo'yganlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting.